Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dasturimizga siz qurayotgan binodan uy xarid qilganlar shikoyat yozishgan edi. Maylimi ichkarini o'z ko'zimiz bilan ko'rsak? Sallamni meni qidirib kelgan. Nima istaysanlar o'zi? Bu yoqda men xo'jayinman, tushundingmi? Kirmaysan hech bir ichkariga. Bor, ana kirish kerak bo'lsa, biznes ombudsmandan ruxsat topki. Tushundingmi? Dasturimizda murojaatlarni o'rganish vaqtida ba'zida shunga o'xshash holatlarga duch kelar edik. Bugun esa biz aynan shu mavzudagi savollarimizga javob olish uchun biznes ombudsman vakillariga yuzlandik. Xo'sh, ommaviy axborot vositalari vakillari murojaatni o'rganish davomida tadbirkorning hududiga kirish uchun biznes ombudsman vakillaridan ruxsat olishlari shartmi? Amaldagi qonunchilikka muvofiq tadbirkorlik subyektlarida o'tkazilgan barcha nazorat tadbirlari yagona davlat nazorat axborot tizimidan ro'yxatdan o'tkazilgan holda o'tkazilishi lozim. Lekin shu o'rinda ommaviy axborot vositalari tomonidan tadbirkorlik subyektlarida o'tkazilayotgan tekshiruvlar jarayonini yoritish yoki ularga borib o'sha hududlarda o'rganishlarni olib borish ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqqan holda yoritilishi mumkin. Bu holatda biznes ombudsmanni xabardor qilish talab etilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari bog'cha, maktab ochishgan bo'lsa, ularga borib tekshiruv o'tkazilganda ommaviy axborot vositalari o'z faoliyatlarini olib borishligi hech qanday to'sqinlik yo'q biznes ombudsman tomonidan. Hududdagi qonun buzilish holatlarini kimdandir yashirish uchun himoya qidirayotgan tadbirkorlar kasalni yashirsak, isitmasi albatta oshkor qiladi. Shunday ekan, boshlayotgan har bir ishingizga haqqoniy yondashing. Shunda kimdandir berkinishga yoki yurak hovuchlab yashashga o'rin qolmaydi. Nima dedingiz?